Assalomu alaykum. Kivi ko'chatlarim sarg'ayib ketyapti, nima qilish kerak deydi ko'pchilik. Mana menikilar ham o'sha sarg'ayishga kelayotgan ekan, mana yangi sepilgan ko'chatlarim. Bil sepilgan urug'lar. Mana bu narsa. Nimani? MPKni 20 ga 20 deganida 100 litrga 50 gram qo'shdim. Gumat pasta qo'shganman. Mana shu rang chiqqungacha aralashtirganman. O'shani sepyapman. Mana shu narsa rangini to'qlashtiradi. Mana shunaqa rang chiqqungacha qo'shilaveradi. Mana bu gumat pastadan. Mana bu MPK deganim. Shunaqa qilib sepiladi. Mana shu katta kivilarimni hammasi вообще sarg'ayib yotibdi. Sal rang kirib qoldi, shuni sepishni boshlaganimdan keyin. Anchadan beri sepmay qo'ydim. O'zi bu narsani bunaqa sarg'aygandan keyin yana o'z holiga keltirib olish juda qiyin. Oldini olib sepib turishgan yaxshi. Bunaqa bo'lgandan keyin juda qiynaydi. O'z holiga qaytmasdan o'lib ketishi ham mumkin. O'zi asli sog'lom turgan, zo'r o'sayotgan kivida ulanmagan kivi mana shunaqa rangi kirib baxmalga o'xshab tovlanib o'sadi. Zo'r o'sayotgani shunaqa. Mana bu salmondarag'i. Mana o'lishga harakat qilayotgani. Qillar bo'lib rasvosi chiqqan kivi shunaqa bo'ladi. Mana. Bunaqa holatga kelgandan keyin mana shunaqa narsalar quymasdan shunaqa bo'lmay turib oldini olgan yaxshi. Bu asliga qaytmasdan o'lib ketishi ham mumkin endi. Mana ular ham shunaqa bo'lib sarg'ayib turib, beparvo qolsa, bunaqa chekkasidan chirib yo'q bo'lib ketadi. Hozir o'lmasdan yashavergan taqdirda ham qishga shunaqa bo'lib kirgan narsa qishki sovuqqa chidamasdan o'lib ketadi. Mana ularda yashnab turganlari har qanaqa sovuqqa chidaveradi. Shunaqa kichkina bo'lsa ham, qorda tayda qolib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Bu mana sepgan dorim mana meva qilib turgan katta kivilarga sepsa ham zo'r bo'ladi. Menda bunaqa uzumlar bilan aralashligiga uzumlarni mana qora gumat uzumda qandaydir g'alati dog' paydo qilib qo'yadi. Kiviga zo'r yoqadi. O'shani sepmadim bularga. Mana kivilarim razmeri. Mana uzumlar aralashdi bitta. O'shaning uchun uzumni ehtiyot qilib ana qora dorini sepmayapti. Mana maytlarga suv kelishi juda qiyinroq. Bunaqa zaklab ketmagan, o'shaning uchun zo'r turibdi. Mana aytganimdek tovlanib. Mevalariga lekin tagida yetarli bas suv. Mevasini 3dan 1ni qoldirdim. O'shanda ham baribir ko'p qolgan ekan. Sal maydaroq qolyapti shu daraxtdagi. Mana Jenny sorti, o'zini changlatadigan sorti mevasi. Bu shunaqa kichkina qevirtlarda tukli bo'lar ekan, lekin mayda bo'lar ekan. Mana ham o'sha Jenny'dan. Bu go'ldi mevasi. Hali ko'rsatganim qevirtida.